O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash hamda respublika hududida xavfsiz muhitni yaratish, jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish borasida hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan joriy yilning 15-aprel sanasidan 15-may kuniga qadar xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri e'lon qilindi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu oylik doirasida joylarda nazorat va reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, Navoiy shahrida amalga oshirilgan nazorat tadbirlari jarayonida bir qancha qoidabuzarliklar aniqlandi. Xodimlar tomonidan to'xtatilgan Malibu rusumli transport vositasi haydovchisi boshqaruv huquqini beruvchi biror bir hujjatni taqdim eta olmadi. Shuningdek, Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi ham yonida hujjatlari yo'qligini tan oldi. Navoiy shahar hududida tungi xizmat davomida G'alaba Sho'g'on Me'morlar ko'chasi kesishgan chorrahada Malibu rusumli 85Q 100FA dala raqam belgili avtomashina to'xtatib, haydovchidan hujjatlar tekshirish vaqtida haydovchining yonida tegishli hujjatlari yo'qligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib ketilmoqda. Hujjatlar tekshirish maqsadida to'xtatilganda hujjatlar yo'qligi aniqlandi va evakuator yordamida jarima maydoniga vaqtinchalik jarima maydoniga olib boryapmiz. Haydovchi hujjatlarni olib kelaman deb ketaverdi voqea joyidan. Va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirib, vaqtincha jarima maydoniga olib boryapmiz. Cobalt rusumli transport vositasi esa yo'l patrul xizmat xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmadi. Haydovchi o'ziga ortiqcha erk bergan bo'lsa-da, navbatdagi manzilda jazodan qochib qutula olmasligiga ko'zi yetdi. Avtomashinasi jarima maydonidan joy oldi. Navoiy shahar Amir Temur ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Cobalt rusumli davlat raqami 30B502CB avtotrans vositasi to'xtatilganda, avtotrans vositasi haydovchisi qonuniy talabga bo'ysunmay harakatlanib ketdi. Avtotrans vositasini to'xtatib, hozirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi bilan chora ko'rilib, avtotrans vositasi jarima maydoniga joylashtirilmoqda. Mana bu Malibu rusumli transport vositasi erkatoy haydovchisining qiliqlari hammadan oshib tushdi. Har qancha urinmasin, qonun ustuvorligi ta'minlandi. Yo'l harakati qo'ldan 7-bandi bo'yicha haydovchi transport vositasini boshqarishdan oldin tegishli tartibda hujjatlar to'lig'iga ishonch hosil qiling boshqarish kerak. Sizda haydovchilik guvohnomasi bo'lgan bilan, transport vositasi qayd qilish guvohnomasi bo'lgan bilan, lekin avtomobil boshqaruvchi yo'l varaqada familiyangiz ko'rsatilmagan. Mazkur holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima maydoniga olib borib qo'yadi. Epica rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmat xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmay harakatlanib ketdi. Bu ham yetmagandek haydovchi mashinadan tushib qochib qoldi. Mazkur retarb zarb qilinganda 85P338MA Epica rusumli avtotrans vositasini to'xtatishdan bo'ysunmasdan harakat qilayotganda orqasidan kuzatib kelganimizda haydovchi mashinadan tashib ketganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasi evakuator yordamida jarima maydoniga yuboriladi hamda haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'riladi. Shu kuni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat hududi bo'ylab o'tkazilgan reyd tadbirlari jarayonida 900 dan ortiq qoidabuzarlik, tig' va qora dori tadbirlari bo'yicha esa 3 ta holat aniqlanib, o'z vaqtida hujjatlashtirib olindi. Bu orqali boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligi ta'minlandi albatta. Negaki spirtli ichimlikdan mast holatda bo'lgan yoki umuman haydovchilik tajribasiga ega bo'lmagan haydovchining aybi bilan boshqalarning hayotiga jiddiy zarar yetishi hech gap emas. Tadbirlar viloyat bo'ylab davom ettirilmoqda.